Ehson akalar mana bizga bugun Ehson akalar bizga mana shu kiyimlarni olib berdi. Mana Ehson akalarimizga ham rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun meni farzandlarimga oyoq kiyim, shimlar olib kelishdi. Farzandlarim bundan juda ham xursand bo'ldi. Mana shu ehson qilgan akamiz, akalarimiz, ehsonga bosh qo'sh bo'lgan akamizdan Alloh rozi bo'lsin. Har doim farzandlar rohatini ko'rsin, iloyim. Bizga 10 deb bergan bo'lsa, Allohim ularga 1000 deb bersin. Har doim duodamiz. Kattakon rahmat. Umringiz uzoq, tanijonlar sog' bo'lsin. Katta yo'q. Katta. O'sha yoqdimi o'ziga? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'konda o'sha bolalar kiyintirish davom etyapti. Hozirgina 15 ta 20 ta oylar bor. Kimda shunday istaklar bo'lsa, opa-singillar farzandlarni kiyintirish bo'yicha murojaat qilinglar. Qish kunlarida ular urintirib qo'ymaylik. Sovuqda mashaqqat chekishmasin. Alloh taolo barchalarimizni ehson qilib saxovatlardan, o'zi rozi bo'lgan sodiqlardan, solihlardan qilsin. Barchalarimizdan shuningdek aziz ota-onalarimizdan ham rozi bo'lsin.